Padişahlık, zaman halkıgan muşavir. 19. bab. Bir-biriga moslashgan 3 kishilik guruhpa. Bu gapcha sizlarni men bilan ko'rishishga savsang'un avatmabdi-da. Qo'lidagi opqorni qo'ygandan keyin Shuchuning chiroyida bir xil so'lg'unlik aks etdi. Nurg'un odamlar Shuchunimi Dianwayga o'xshash to'mpoy deb hisoblasa-mu, amaliyotda hargiz undaq emas edi. Shuchuning oilasi esilzodi pomishchiklardan bo'lib, hozirgidek bilimliklar qadrlanadigan zamonda uni o'qigan, ko'pni ko'rgan kishi edi. Ko'nglining cho'nqur yerlarida yana ilmdorlardagi bir xil haqovurlik bor edi. U ko'nglida mahoratim ustun bo'lg'achqa bir tarafni egallab turgan qahramon sov-sov taklif qiladi deb o'ylagan edi. Natijada undaq bo'lmag'achqa sal umidsizlanib qolgan edi. Nima? Peqir sizni bayqisam bo'lmamdi-kan? Dedi Dianmo kulib turib. Shuchu ozroq mas bo'lg'achqa qo'lini shiltib qo'yib ortiqcha tushundirmadi. Biroq buningdan Dianway xafa bo'lib qoldi. Lavshu, bu qilganingiz ishning yo'chig'idan marab, odamni bo'sh chaqlab qolganingiz. Meni ko'zga ilmasangiz mayli. Biroq inimni ko'zga ilmasangiz bo'lmaydi. Inimning qandoq odam ekanligini bilamsiz? Dianway mo opqorni joqqida qo'ydi-da, yanlarini shimoylab Fuyang jivining jarayonini yana bir qitim bayon qildi. Hatto Dianmoning kichikidan cho'ng bo'lg'uchi bo'lgan orliqdagi odamni hayron qoldiradigan bir qism mo'lcharlarini birma-bir dedi. Buni anglab, Shuchu hayronu has qilib, ko'zlarini chakchaytib, chavak chalg'inicha balli desa, yana bir tarafdan nimishqa menimi mushundoq bir inim yo'q bo'lib qolgandi deb o'kinib qoldi. U o'rnidan turib Dianmoga qarab ta'zim qilg'inicha mundoq dedi. Diyan inim, sizni bo'shchaqlab qoptiman. Asli istidat egiskansiz. Salomimni qabul qiling. Bu gapcha Junkang birodar. Og'ayni ikkimiz bilan yanjug'i bor ekansizda. Azimat degan irodalik bo'lish kerak. Oqqan suvlar qaytib kelmagandek. Peqirmo bu kichik tog'liq kentda turaversam bo'lmaydi. Peqirmo sizlar og'ayni bilan mengishni rostli xohlayman. Shuchu o'ltirgandan keyin endi boy pomishchiklik kibrini chiqarmay, kamtarlik bilan Dianmoga bir opqor sharab qo'ygandan keyin mundoq dedi. Lekin hozir vaqt emas. Azaldan naq gapni anglab ko'nib qolgan Dianway boshqalarning bundoq noz qilib turishlariga ko'nalmaydi. Shunga so'g'uqlik qilib mundoq dedi. Qandoq? Ajiba sizga hisob taqsirdan birini tepib, yo'lga chiqadigan vaqtni hisoblag'izib beramdim ya, ha? Laudian, xato tushunib qolma. Oldingi yillarda qaraqishlar, hadislar Chawshanga bostirib kelib, talon-taroj qildi. Peqir bir top sahra boturlarini yig'ib, nech qitim hujum qilgandan keyin, ondan xeyli yuvashlab qolgan. Sizningcha biz mushundaqli ketib qolsak, yurtdoshlar qanday qiladi? Shuchuning bu gapi bilan Dianway rostila sal qiyin ahvolda qoldi. Ko'p o'qimagan bo'lsa-mu, ammo yurtining g'amini yeydigan erkak tursa, agar o'zi bo'lgan bo'lsa-mu, bundoq beparvolik bilan ketalmaydi. Agar undaq bo'lsa, men bu sizni zo'rlamay. Menimcha yurtdoshlar bilan karimiz bo'lmay tashlab qo'ysak bo'lmas, ha? Biroq Dianmo o'ziga ishongan holda kulib turib, Junkang, Peqir sizni izlab kelgan ekanman. Albatta siz uchun keyingi yo'lni o'ylab qo'yganman. Nayt shu nech tok qaraqchilar ekan-ku. Ularni yo'qtaydi. Sizni bu g'amdan xalos qilaydi. Dianmoning bu gapini anglab, Shuchu to'limi ta'sirlandi. Biroq u Dianmoni ahvolni uncha bak tushunmaydigandek his qilib mundoq dedi. Sizlarning jivuda 7-800 odamlar borligini bilaman. Yana kelib Peqirmo 5-600 botur azimatlarni yig'alayman. Biroq bularning hammasini yig'ib kelsakmi, mingdan ozroq oshadi. Biroq siz Ronandagi Liu va Gongdolarning qo'lida qanchalik qaraqchi borligini bilamsiz. Anglashimcha 5 tumandan ko'pkan. 5 tuman degan bu sonni anglab, Dianway cho'chib ketdi. Biroq Dianmo kulib qo'yib gap qilmadi. Ayni chog'da Laosao
Dongjun aymıqının valisi bolganda, Jingju tarafdaki seriq yağlıqlıqlarının namdaki 100 tümen kişilik qo'shuni janubga yurish qilib Yanjo'ga bostirib kelganda, Lao Sao ularni tarmar qilgan edi. Bu nima uchun? Albatta, odam sonini yolg'on ma'lum qilganda. Lao Sao asirlarni tekshirganda, jang qilalaydiganlarining 2 tumandan sal oshidiganligini, qolganlarining hammasining ularning oilasidagi xotin bola, ojiz o'ruqlar ekanligini bayqagan edi. Dianmoning nihoyat tamkin turganligini ko'rib, Dianwei darhol Shuchuni tortib mundaq dedi. İnim boludu degankan cho'qim boludu. Qani dana. Ağı ini ikkimizga zodi ishnamsiz, ishonmamsiz. Dianwei o'zining inisiga ne qadar ishinidu ha? Dian oilasidagi og'i inilarning chaqchaq qilmayotganligini ko'rib, Shuchu darhol ko'zlarini qisib salmoqlik bilan mundaq dedi. Diyen inem, eğer bu 5 tümen qaraqshini Chaoshan noyasida yo'qota olsangiz, chataq yo'q. Pekir shuchu keyingi ömrümde siz uchun jenim pida. Dianmo peshini ling'ishtirib mundaq dedi. Ondaqda gepimni anlab, qo'l ostingizdagi hiliqi 500 nafar sahra botirini boshlab, Liupiga el bo'ling. Shuchu dong etib turib qoldi. Nima ish bu? Lekin noiti tezda esiga kelib mug'ambarlik bilan shundaq dedi. Diyen inem, meni yolg'ondan el bo'lib, sizlar bilan ishtashida moslashing demoqchikansiz de. Çağrığı belen çağırken. Şuğunisi bu yıllarda Pekir nurgun qaraqshini o'ltirgachga, Liupi bilan Gungdu Pekirga tırnaqıgıcı öşüp ketken tursa, Pekirni qubul qila olamı? Siz bilmay qoldingiz. Dianmo qo'lini pulanglatganicha gapini davomlashtirdi. Ular sizga o'ch, ham sizdan qo'rqidi. Shuning bilan birga hurmatlaydi. Agar ularga el bo'lib borsangiz, ular xush bo'libmi ulgurmaydigan tursa, hatta deydigan gaplarni siz uchun tayyorlab qo'ydim. Siz faqat ularga Chenshan ombili sahra botirlaridan boshlab Runanga hujum qilishga majburlagan, lekin bu ishni qilishga mumkin bo'lmag'achqa, Ambol bilan takallashib, ochiqda bir necha do'g'ini urib o'ldirib qo'yg'achqa, amalsizlikdan birodarlarimni boshlab el bo'g'ili keldim desangizda bo'ladi. Vah, mundaqmi ish bor ekanda. Shuchu beshini qashlab, rostala mushunda qilsa bo'ladiganligini his qildi. U ko'nglida bu Dianmo haqiqatan bo'ladi ekan jo'mo. Odamning ko'nglini shuncha aniq tushunadi ekan. Lüboni teri perani qilib bekor emaskanda deb o'yladi. Amisa biz baliq kirgandan keyin sizlar bilan qanday aloqalashamiz? Aloqalash shojatsiz. Baliq kirgandan keyin aloqalash jarayonida salla bexastalik qilsak, bayqilib qilishimiz mumkin. Dianmo og'zini ushlab qo'yib mundaq dedi. 7 kun muhlat bo'lsin. 7-chi kuni el yotqu vaqtida og'am Dian Bargaydikilarni boshlab Runan noyisining shimoliy quvuqiga bordi. Vaqti kelganda o't orqali belgi bersa, siz shahar quvuqini ichiversangiz, Dian Bargaydikilar tuyuqsiz bostirib kirsa, u qaroqchilar cho'qim qalaymi qolishib ketadi. Faqat Runan noyisini qo'lga tushirsaklar, oymoqning boshqa noyilaridagi qaroqchilarning karohati chaqliq. Daraxt yiqilsa, maymun to'zibdi degandekli bo'ladi. Belli. Hammani tushungan Shuchu shiraga birini qo'yib, hayajonlangan holda shundaq dedi. Qaroqchilar orqali Dian Bargaydikilarni mashg'ullantirsak, nihoyat obdan bo'lg'udak. Yaxshi. Mushundaq bir elissaq, obdaroq bo'lganda Chaoshan noyisikilarni uzun vaqtlik amirlikka ega qila oladiganmiz. Arzigidek. Junka, xotirjam bo'ling. Bu ish cho'qim ishga oshadi. Buningga Dianmoning mutlaq ishonchi bor edi. Gerçi buni bak dono tadbir degili bo'lmasimi, lekin qaroqchilarning hammasi qor qo'rsoq loypochoqlar bo'lg'ashqa, azaldan harbiy dasturlardan xabari yo'q. Jangovorligimi ojiz bo'lg'ashqa, ishchi-teshidan moslashganda bir necha ming qaroqchini yo'qtish olqonni o'rgandaklik ish edi. Bugun qutlug'lashga arzigidek bir kun bo'ldi. Bugun og'ayni ishkanlar bilan tunishib, Chaoshan noyisikilar uchun cho'ng bir ish qilib bera oladigan bo'ldim. Kelinglar. Laudian, Dian inim. Bugun quloq mitirlig'icha bir ish shayli. Shuchu haqiqatan hayajonlangan edi. Ishq sirtidagi xizmatkorlarga yana 2 ko'mzak sharob akirgizdi. Qarmoqqa o'lim ko'rimda billi bo'lish irodasiga kelgandek qilatdi. Lavshu, Pekir azalda sharobni birasiga uqtirib baqmagan. Baya sirti tutishganda yengish ayrilmadi. Endi
bu opqur bilan ichishib bir baslashib baqayli. Qandaq? Ha. Laudiyan, mijazingiz mağ bek yoqdi. İşeyli. Bu xil tutishga kirib qelishni Dianmo o'ylabmi baxmagan edi. Dianmo ko'nglida bo'ldi ularni mayliga qo'yib beray deb o'yladi. Ko'p ichib olgan bu ikkisi bir-birsini yo'lashgunicha eshik oldiga berib, tizlanib o'ltirib qo'l berishdi. Afsus, bu davrda yonfon yo'q bo'lib qoldi-da. Bo'lmasa, bu go'zal daqiqalardan xotira qoldirib qo'ygan bo'lardi.